O'zbekistonda boy bo'lishning eng oson yo'li ota-onasi boy bo'lishi. Buni 5-o'ringa qo'yardim. Sababi merosni ham ushlab qolmasangiz hammasi bir tiyin. Biznes qilish. Yurtimizda biznesmenlarga zo'r imkoniyatlar yaratilgan. Bu 3-o'rin. Unda kuchli networking. Tanish bilishsiz boyish qiyin, hatto dinimizda ham hamkorlikka targ'ib qilingan. Buni 2-o'ringa qo'yardim. Zo'r mutaxassis bo'lish. Bu ham juda muhim. Buni 4-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Unda Qudrat aka birinchi o'rinda qaysi? Bu ota-onaga investitsiya. Biz ularga qancha pul sarflasak, g'oyibidan million barobar bo'lib qaytadi. Bu videoni boy bo'lmoqchi bo'lgan yaqinlarimizga yuborib qo'yamiz. O'zbekistonda boy bo'lishning eng oson yo'li ota-onasi boy bo'lishi. Buni 5-o'ringa qo'yardim. Sababi merosni ham ushlab qolmasangiz hammasi bir tiyin. Biznes qilish. Yurtimizda biznesmenlarga zo'r imkoniyatlar yaratilgan. Bu 3-o'rin. Unda kuchli networking. Tanish bilishsiz boyish qiyin, hatto dinimizda ham hamkorlikka targ'ib qilingan. Buni 2-o'ringa qo'yardim. Zo'r mutaxassis bo'lish. Bu ham juda muhim. Buni 4-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Unda Qudrat aka birinchi o'rinda qaysi? Bu ota-onaga investitsiya. Biz ularga qancha pul sarflasak, g'oyibidan million barobar bo'lib qaytadi. Bu videoni boy bo'lmoqchi bo'lgan yaqinlarimizga yuborib qo'yamiz.